Agar yana student bo'lib qolganimda, shularni qilardim. Meni ismim Abror Mashrabov, rekruting bo'yicha IT kompaniya asoschisiman. Kompaniyalarga xodim topib berishda yordam beramiz. Bugungi videoda studentlikka oid savollarga javob beraman. Birinchi savol. Tabriklang, o'qishga kirdim. Yaqinda birinchi kurs bo'laman. Studentlik davringizda qilgan xatolar asosida, agar hozir o'rnimda student bo'lganingizda nima qilardingiz? Studentlik paytimda ko'p xato qilganman, lekin asosiy ikkita xatoni sizlarga qilmasligingizni so'rab qolardim. Birinchi xato bu universitetdan ko'p narsa kutish. Universitet suv havzasi. U yerga kimdir kosa bilan keladi, kimdir piyola bilan keladi, kimdir 1 tonnalik kanister bilan keladi, kimdir fura bilan keladi. Gap shundaki, universitet shunchaki suv havza xolos. U sizga nasos bermaydi. Ya'ni nasos o'zimizdan. Tasavvur qiling, ikkita bola darsga kirdi. Birinchisi darsdan chiqib ketdi-da, uyga ketdi. Ikkinchisi darsdan chiqdi-da, ustozning oldiga borib, 1 soat yana miyasini qoqdi. Mana miyasini qoqqan bolani nasosi yaxshiroq ishlagan sabab bilimni ko'proq oldi. Chiqib ketgan bolaga qaraganda. Universitetda asosiy beradigan qiymati aslida bilim emas. Chunki GPT bor, YouTube bor, internet bor, bilim tekin. Har qanaqa bilim tekin. Asosiy beradigan qiymati bu networking, yaxshi odamlar bilan birga bo'lish, yomon yo'lga kirib ketmaslik va hokazo. Va albatta shunaqa kasblar borki, u yoqda bilim ustuvorligi juda muhim. Masalan, meditsina, arxitektura, injineriya va hokazo va hokazo. Lekin yumshoq sohalarni oladigan bo'lsak, o'qituvchilik, marketing, biznes va hokazo. U yoqda siz o'zingiz ham ko'p narsani o'rgansangiz bo'ladi, tajribadan, internetdan va hokazo. Shuning uchun shunaqa sohalarda bilim asosiy prioritet emas. Universitetdan bu narsani kutmang. Chunki bilim shundoq ham tekin. Universitet sizga networking beradi. Diplom ham universitetdan katta rol o'ynaydi deyish xato, chunki diplomga hech kim hozir qaramay qo'ydi. Hatto davlat tashkilotlarida ham ba'zi pozitsiyalarga diplomiga qaramasdan yuqori maoshlikka olishyapti. Masalan, yaqinda tanishim bilan gaplashuvdim, davlat tashkilotida ishlaydi. U IT bo'limiga o'sha diplomiga qaramasdan yuqori maoshga olishyapti xodimlarni. Ikkinchi xatoyim bu Xitoyda bo'la turib, Xitoy tilini o'rganmaganligim bo'lgan va bundan men afsusdaman. Hozir o'rganyapman Xitoy tilini 1 yildan beri, lekin o'sha paytda 1 yil sarflab o'rgangan Xitoy tilim O'zbekistonda bo'lib o'rganadigan Xitoy tilim bilan taqqoslasa, albatta u yoqda amaliyot ko'proq bo'ladi va hokazo. Hamma narsa ko'proq, imkoniyat va vaqt ko'proq bo'lgani uchun yaxshiroq chiqardi-da. Hozir men bu yerda unchalik yaxshi nima qilmayapman. O'z gap bor-ku, til bilganga 100 tanga, ish bilganga 1 tanga degan o'sha. Agar Xitoy tili ham meni arsenalimda bo'lganda, yanada ko'proq eshiklar ochilardi. Shuning uchun universitetdan ko'p narsa kutmang va til o'rganing. Vaqti bor edi. Keyingi savol. Nimaga ba'zilar universitetda talabalik davridayoq ish topishadi, ba'zilar esa universitetdan keyin ham ish topa olishmaydi? Bilimi bo'la turib, endi bilimi yo'qlarni chetga surib turamiz. Ular avval bilim olsin. Bilimi bo'la turib ishga kira olmayotgan bo'lsa, uni ikkita asosiy sabab bor. Birinchi sababi bu muomala farosati yo'qligi. Odamlar bilan gaplashishni bilmaydi, tabassumi yo'q, vaqtida kelishni bilmaydi, to'g'ri kiyinishni bilmaydi va hokazo va hokazo. Va ikkinchisi muomala boru, farosat boru, lekin harakat kam. Masalan, 100 ta intervyuga, 100 ta suhbatga borib ishga kira olmaslikning iloji yo'q-da. Xuddi 60 kun davomida har kuni 100 tadan anjumani qilib, qanaqadir tanada o'zgarish sezmaslikning iloji yo'q bo'lsa, xuddi shunaqa 100 ta suhbatga borib, hammasidan yo'q degan javob olish imkoni yo'q. Ikkinchi sababi shu olma pish og'zimga tush degan prinsipga asoslanib yashash. Keyingi savol. Universitetni tashlab ketmoqchiman, o'zimga boshqa foyda ko'rmayapman. Bir tarafdan shuncha ketgan pul va vaqt, lekin universitetni tashlash qisqa muddatga yordam berar, uzoq muddatdachi? O'zi dunyoda 3 xil universitetlar bor. Birinchisi bu davlat universitetlari, ikkinchisi bu xususiy universitetlar, uchinchisi bu ko'chani universitet. Yili va tadqiqot o'tkazgan tashkilotning nomi esimda yo'q, lekin mazmuni esimda. 12 mingta muvaffaqiyatga erishgan insonlarni olishganda 94% universitetda o'qigan bo'lishgan. Ya'ni yoki davlat yoki xususiy universitetlarda o'qigan bo'lishgan. 6% mubolag'a qilib aytamiz, ko'chani universitetini bitirgan, street MBA olishgan. Bu shunchaki statistika. Lekin 6% o'qimaganlar muvaffaqiyatga erishgan-ku, ularga mumkinmi deydigan bo'lsak, agar siz ham shaxs sifatida yaxshi shakllangan bo'lsangiz, sizda intizom yuqori bo'lsa, biror narsani boshlasangiz oxirigacha olib borish qobiliyati bo'lsa, o'rganuvchan bo'lsangiz, professional nuqtai nazardan ham yaxshi rivojlangan bo'lsangiz, можно. 35 yoshda Messiga Yamal qatori trenirovka qilmaslik можно-da.
Ya'ni u shuncha yil trenirovkasini qildi, u futbolist sifatida shakllandi, 6 tami 7 ta oltin to'p oldi, jahon chempionatini yutdi, Liga chempionini yutdi. Xudo bergan talanti bor va 35 yoshda mana hozir ham o'ynab yuribdi-yu. Unga можно bu narsalarni qilmaslik. Xuddi shunaqa universitetga keladigan bo'lsak ham, o'qimaslik kimga можно desa, shaxs sifatida professional nuqtai nazardan shakllangan, ya'ni suyagi baquvvatligi mumkin. Men ko'p ko'rdim, YouTube'da videolarni ko'rib olishadi. Mana Zuckerberg universitetni tashlab ketgan ekan, Steve Jobs tashlab ketgan ekan, lekin muvaffaqiyatli bo'lishdi. Yo'q, sizlar ularni suyagiga qaranglar, sizlar ularni bilimiga qaranglar, sizlar ularni genetikasiga qaranglar, bir nima deyishdan oldin. Bizda nima bo'lyapti? Tashlab ketyapti, yomon yo'lga kirib ketishlar bor, umuman qora ishga o'tib ketishlar bor, chet elga chiqib ketib qul bo'lib ketishlar bor. Ya'ni bundan ko'ra universitetda o'qish kerak. 6% qatoriga kiradiganlar uchungina bu narsa mumkin. Ya'ni ko'chani universitetida o'qish. Kirmaysizmi? Mumkin emas. Lekin baribir avdruk degan narsa bor-da. Masalan, sizga bitta qiz yoqib qoldi, sevib qoldingiz. Ularni oilasi ziyolilardan hammasi tam 7 avlodi o'qigan, hammasida oliy ma'lumoti bor va hokazo bor. Va hamma siz etaplardan o'tib ketdingiz, bosqichlardan o'tib keldingiz. Oxirida kelganda, kuyovda diplomi yo'q ekan-u deb atkaz olish alam qiladi-da. Shuning uchun ham 2 yilmi, 1 yilmi o'qigan bo'lsangiz, oxirgacha o'qib qo'yganingiz yaxshi. Va bunaqa holatlar ko'p bo'lishi mumkin. Nafaqat uylanishda yoki erga tegishda, balki biror bir zo'r imkoniyat chiqib qolganda, texnik nuqtai nazardan mana shu diplom yo'qligi sizga juda ham katta to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'qib qo'ygan yaxshi. 6% qatoriga kirsangiz agar, o'zingizga ishonsangiz, deb unda ko'chani ta'limini oling. Keyingi savol. Studentlik xato qilishning oltin davri deyishadi. Qaysi xatolarni iloji boricha erta qilib olish kerak deb o'ylaysiz? Yoshlikda ko'p xatolar kechiriladi. Masalan, 30 yoshda kimnidir aldasangiz va 18 yoshda kimnidir aldasangiz, oqibatlar nuqtai nazaridan har xil oqibat olamiz. Ya'ni 30 yoshda o'zi sizdan 90% tanishlaringiz yuz o'girishi mumkin, partnyorlaringiz yuz o'girishi mumkin. 18 yoshda siz mana aldadingiz, "Voy, kuydim, aldamaslik kerak ekan, odamlarni obro' yo'qotib qo'yish mumkin ekan, ishonch yo'qotib qo'yish mumkin ekan, mana bunaqa bo'lishi mumkin ekan" dedingizda, ya'ni dars oldingiz. Ya'ni bu juda mubolag'a qilingan misol edi. Boshqa misollar ham bor. Masalan, 30 yoshda biznes ochib o'xshata olmadingiz, 18 yoshda biznes ochib o'xshata olmadingiz, oqibatlari bu yerda ham har xil bo'ladi. 30 yoshda kimnidir sevib qolib o'xshamadi, 18 yoshda kimnidir sevib qoldingiz o'xshamadi, bu yerda ham oqibatlari har xil bo'ladi-da. Masalan, 18 yoshda siz hali uylanmagansiz, farzandingiz yo'q, 30 yoshda siz uylangan, farzandingiz bo'lib turib, kimnidir sevib qolgan bo'lishingiz mumkin-da. Ya'ni oqibatlar har xil bo'ladi. Yoshimiz o'tgan sari xatolarimizning narxi faqat teppaga ketaveradi, chunki bizni qarmog'imizdagi odamlar ham faqat ko'payib boradi. 18 yoshda o'zimizga mas'ul bo'lsak, 25 yoshda xotinimiz bor, 28 yoshda bolamiz bor, 30 yoshda, 35 yoshda o'sha ota-onamiz bizga qarab qolishgan va hokazo. Keyin akalar, ukalar, qarindosh urug'lar, vaholanki oilani kattasiga aylanib qoldingiz. Ya'ni 18 yoshda qanaqa xatolarni qilmaslik kerak degan savolni men beradigan bo'lsam, qonunni buzadigan, birovga shikast yetkazadigan, birovni aldaydigan yoki birovlarga umuman zarar beradigan xatolarni chetga sursak, kichkina xatolarni yosh kechiradi. Qilishdan qo'rqmaslik kerak. Ya'ni ko'p o'ylab o'rish ham kerak emas. Mana shu birovlarga ziyon yetmayaptimi? Birovlarni aldamayapmanmi? Qonunni buzmayaptimi? Hayotimni isrof qilib qo'ymaymanmi? Ya'ni kasb tanlashda adashdingizmi 18 yoshda, necha kechiradi. Universitetda fakultetingizni noto'g'ri tanladingizmi, necha kechiradi. Qo'rqmaslik kerak. Ya'ni 18 yoshda ko'p narsa обратимый, ya'ni orqaga qaytarsa bo'ladigan, chunki vaqt bor. Keyin 25 yoshda, 30 yoshda bu vaqt bo'lmaydi. O'sha необратимый proseslar boshlanadi. Ya'ni siz nimanidir qilaman desangiz, faqat o'zingiz emas, birovlarni ham o'ylashingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun maksimal ravishda xatolarni qilishdan qo'rqmaslik kerak. Har qanaqa xatolar, garchi qonunni buzmasa, birovlarga zarar yetkazmasa, birovlarni aldamasangiz va hokazo qilmasangiz bo'ladi. Bu videoda talabalik davrida qilish mumkin bo'lgan va qilish kerak bo'lmagan narsalar to'g'risida gaplashdik. Keyingi videolarni ko'rish uchun ekranda turgan playlist ustiga bosing. Ko'rishguncha.